Qamarga kirarkanmiz. Bay bay. Men hayotda bunaqangi risk qila olmasdim. Almashtirib o'qiymiz, qaraylar ekan, va'da berasizlar. Va'da. Baribir mana shu man bilan ketadi bir kun. Qaytib kelaman shu yaxshilashga. Shuncha vaqt uydaga olmay kelamiz. Kelyapman. Meni ham bittanim bor. Qara, menga ko'proq yarashar ekan bu. Men uydan chiqmaganimga qancha bo'ldi? 2 haftadan beri umuman uydan chiqqanim yo'q. Tushunmadim, boshqa taqayta? Sizlar hattomi achamda rasmga olmasizlar. Yo'q-a? Shuncha o'lib rasmga olamizda, keyin orqasida shunga gapirishamiz. Men o'lmasdan rasmga olaman, lekin zo'r rasmga olaman. Ya, qamarga kiramiz, yangi ochilgan. Qamarga kirarkanmiz. Biz endi Patritsiya degan bitta shirinlik bor ekan o'shda. Nima edi? Patisserie. Patisserie. Nega hamma qismi filmga qarayapti? Qanaqa shirinlik edi, Zilol? Ponchik. Aldayapti. Haligi hozir mashhur bo'ldi-ku. Shunaqa shirinlik yegan. Ketin. Bay. Men buni olayotgan joyini men hayotda bunaqangi risk qila olmasdim. Ikkinchi etajda ekan. Nima qorachga taqolading? Quyoshgami yoki xalq sani qanaqa odamligini asl yuzingni bilish uchunmi? Yuzimni emas, ko'zimni to'sadik. Ay, ko'zimni ichiga yana nimadir kirdi. Bu achiga gap qistirayotganingiz uchun. Mana o'zimga aytyapti shekilli, asl sen o'zing qanaqa insonsan. Men bularni kimdir menga qarab turibdim deb o'yladim. Mashina o'tib ketdi. De partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, Men fotograflarimiz. en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout. Rasmim ta'mi dahshat ekan. Qomat. Men uchun joyga bitta. Mais qui en disent long. To'xtab. Hayot go'zal, qala suvni ko'rib hayot go'zal devoryapman. Hammani o'zimga qaratib ko'pallikda cho'mirgan tashlayman. Buni 160 gradusdan navbatda. Bo'ldi endi. Ana endi zo'r. Qo'l. Antaman. Ikkita o'rtog'im deydi. Men deydi emasman. Narxi 46 ming ekan. Shu kitob yozamikan? Bilasam, kitob o'g'irlash anaqa emas, gunoh emas. Zilola olib turishlaringni. Mana shu go'shtni. Mana bitta kitob o'qisa ham bo'lar ekan, bemalol o'qib, yana joyga qo'yib ketsa bo'lar ekan. Kitob aslida 180 ming bo'lishi kerak.
Almashtirib o'qiymiz, qaranglar ekan, va'da berasizlar. Va'da. Baribir mana shu men bilan ketadi bir kun. Qaytib kelaman shu yaxshimishga. Bak normal kitob bormi? Normal kitob mana? Hammasi Balzac kitob bor ekan. Ancha chiroyli emas. Dostoyevskiy. Men Dostoyevskiy uncha o'qimayman. Chunki og'ir kitobda. Og'ir kitob. Men shu til bilan o'qish niyatim bor edi. Nima shu dedimmi? Qani buni? Telba, shuni olmoqchimisan? Yo'q, o'qish niyatim bor edi. Qachon? Bilmadim. Zilola xon berdilar. Mana bu yerda dor bo'layapti ekan. Odamlarni